qatnashib ko'ngildan tabrik etamiz. Yubiley beramiz bilan Elchopa. G'ubir beramiz bilan. Hurmatlislar, bizning konsertimiz oxiriga yaqinlashdi. Sizga big zo'r rahmatimizni tilaymiz. Bugungi kechaning rejissyori Tataristonning Orqazondan san'at ishtirokchisi Ravshan Sharif. Ssenariy avtori Ilsiyor Shihapova. Konsertni olib bordilar Gulnaz Davmatova. Amrudin Batin. Big zo'r rahmatlislar. Kelasi uchrashuvlarga qadar sog' bo'linglar. Albatta. Sheshkalaringiz, bor bo'lgan